Okay. Tak, Telegramdagi aka-ukalar, agar mana shunaqa pushka, yelkalar xohlasanglar, bugungi programmani qisqacha tez tushuntirib berishga harakat qilaman. 2 minut vaqtimiz bor. Birinchi qiladiganimiz, ya'ni bugun samasi bor, razminka. Tez-tez gapiramiz. Razminkadan keyin stoya za голову 20 tadan armeyskiy jim, undan keyin superset bilan yelkani orqa qismiga texnikasini to'g'ri bajarish juda muhim. Jag'ingizga emas, ko'krak qismiga. Bam, 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 bam. Armeyskiy jim va zadniy deltaga ishlaganimizda superset qilamiz. 4 podxod 20 ta 20 ta. 1 minut dam olamiz. Ana undan keyin o'tiramiz. Bizning holat 215 kilo. Bam, bam, bam. 20 ta. Yana keyin. Superset to'xtamaydi. Delta 80% 90% bodybuilderlarning orqa deltasi yo'q. Chunki unga ishlov berishmaydi. Eng qiyin chiqish kerak bo'lgan bo'lsa orqa delta. Tak. Gantel bilan jim yelkaga 20 ta, o'ziga mos bes bilan va zadniy delta 20 ta. Bu ham superset. Ana undan keyin bizni holatimizda 10 kilosida 5 kilo olsanglar ham bo'ladi. Tez ko'tardik, sekin tushiramiz. Tez ko'tardik, sekin tushiramiz. Tez ko'tardik, sekin tushiramiz. 20 ta va undan keyin yana zadniy delta. Ana bu tugagandan keyin mashina Smith o'zi 25 kilo, 5 kilo qo'shdik 35 kilo. Bunga holatda segimizni balaga ko'targan holatda yelkamiz bilan tortamiz. Delik 20 ta va yana 20 ta zadniy delta ishlaymiz. Bularning hammasi bo'lgandan keyin finishning oxiri işte 15 kiloda Молодцы. Перед собой. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Yani ikkalasida 20 ta va yana 20 ta zadniy delta. Bu mashg'ulotlarni bo'lgandan keyin bu yelka mashg'ulotlarini men qilib yurganlarimni bir oson, ikki o'rtacha qiyin. Ya'ni bu eng oson. Yelka mashg'ulot chunki biz endi boshlayapmiz kashkani. 1,5 yil to'xtovdan keyin bu mashg'ulotlarni qilib bo'lganingizdan keyin oxirida albatta trapezoidni, ya'ni trap muskullarimizga xohlasangiz ikkita gantelda ushlab turib qo'yaverdingiz. 20 tadan 5 podxod xohlasangiz mashina Smith'da qiymatdan 5 podxod. Tortgan payt yuz mimikasi o'zgarishi kerak va trap quloq orqasiga bekinish kerak. Shu darajada. Buni ishlab bo'lgandan keyin oxirida albatta press mushaklari. Uni esa chempion mashg'ulot rolikda tizzada bajaramiz. Buni ham hali keyingi mashg'ulotda ko'rsataman. Agar shunaqa videolar Telegramdagi aka-ukalarim yoqayotgan bo'lsa, bu video maksimum do'stlarga jo'natib qo'yinglar, eslatib qo'yinglar va o'zingizlar komment bildiringlar. Qiziq bo'lsa, faqat yumor emas, trenovkalar ham qiziq bo'lsa, ertaga boksda ham trenovka qilamiz. Hammalarga omad. Kommentda fikr bildirib qo'yishingizni chiqmas.